أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Dr. William Campbell, Dr. Zakir Naik, Dr. Mazakis, Dr. Jamol Badavi, Dr. Samuel No'mon va janob Sam Shamoun. Hurmatli xonimlar va janoblar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga qudratli Allohning salomi va barakasi yor bo'lsin. Shimoliy Amerika Islom doirasi nomidan men Sabil Ahmad ushbu Qur'on va Bibliya ilm-fan nurida deb nomlangan ajoyib anjumanga tashrif buyurganlarni muborakbod etaman. So'ngra Dr. Campbell, Dr. Zokir Naik va Shimoliy Amerika Islom doirasi nomidan ushbu dialog o'zaro do'stlik va fikr almashish ruhida bo'lib o'tishini bildirib o'tamiz. Shimoliy Amerika Islom doirasi haqida qisqacha ma'lumot. Shimoliy Amerika Islom doirasi musulmonlarga odamlar oldida o'z burchlarini ko'rsatishdagi yo'lda bilim va malakalarini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari tashkilot huquqsizlik va kamsitishning har qanday shakliga qarshi jamiyatdagi fuqarolarning ijtimoiy, iqtisodiy hayotidagi erkinliklarini, odamiylik rishtalarini mustahkamlash va dunyoning har qaysi joyidagi nochorlarga xizmat ko'rsatish bilan ham shug'ullanadi. Bugungi ajoyib bahs uchun asosiy ikki moderator Dr. Zokir Naikni taklif qiluvchi Dr. Muhammad Naik va Dr. William Campbellni namoyish etuvchi Dr. Samuel No'mon tanlab olindi. Mening burchim ushbu bahsning adolatli va haqqoniy o'tishini qoidaga ko'ra ta'minlashni taqozo etadi. Shu bois spikerlarimiz va tomoshabinlardan hurmat saqlashlarini talab qilaman va so'z navbatini Dr. Samuel No'monga topshiraman. Marhamat, Dr. William Campbellni tanishtiring. Assalomu alaykum. Sabil Ahmad birodar, sizga katta rahmat. Bu yerda siz bilan birga bo'lishdan mamnunman. Avvalambor men va jamoam ushbu kechaga yig'ilgan nasroniy aka-singillarimizni qutlaymiz. Bu ajoyib anjumanni tashkillashtirgan Shimoliy Amerika Islom doirasi va mahalliy aholi juda katta ishni amalga oshirishdi. Juda ko'p ish qilishdi. Shu bois biz hozir bu yerdamiz. Dr. William Campbell tabobatdagi faoliyatini Ogayo shtatining Cleveland shahrida, G'arbiy zaxira universitetida boshlagan. U 20 yil Marokashda ishladi. Bu yerda arab tilini o'rganganidan so'ng, oradan 7 yil o'tgach, Tunisda Dr. Moris Bukayga raddiya kitobini yozdi. U nasroniy, u injilshunos olim. U 74 yoshda. Dr. Campbell nafaqaga chiqqan, uning 10 ta nevarasi bor va biz undan juda ham minnatdormiz. Bu kechada siz bilan birga bo'lish men uchun katta baxt. Rahmat. Islom tadqiqot fondi nomidan men Dr. Muhammad Naik, siz va Dr. Zokir bilan orangizda ushbu ajoyib marosimda ishtirok etayotganimdan behad xursandman. Men uchun Dr. William Campbell, Dr. Jamol Badavi, Dr. Mazakis va Dr. Samuel No'mon kabi olimlar bilan birga bo'lish katta sharaf. Samuel birodarimiz nomidan ushbu debat formatini taqdim etaman. Format spikerlar tomonidan ovozga qo'yilgan va tasdiqlangan. Avval Dr. William Campbell Qur'on va Bibliya ilm-fan nurida mavzusida 55 daqiqalik chiqish qiladi. So'ngra Dr. Zokir Naik o'zining
o'sha mavzuga oid 55 daqiqalik taqdimoti bilan chiqish qiladi. Undan keyin javob berish uchun keyingi sessiyaga o'tiladi. Unda doktor Kembel doktor Zokir Naik tomonidan qo'yilgan savollarga 25 daqiqa davomida javob beradi. Undan keyin doktor Zokir Naik doktor Kembel tomonidan qo'yilgan talablarga 25 daqiqa davomida javob beradi. Va nihoyat bizda ochiq savol-javoblar sessiyasi bo'ladi. Unda auditoriyadagilar har bir spikerga savol berish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Savol berish uchun mikrofonlar auditoriyada turibdi. Mikrofon orqali beriladigan savollar tugagach, har bir qatordagi vositachilar orqali kartochkalarda berilgan savollarni ko'rib chiqamiz. Kartochkalar har bir spikerning koordinatorlari va maslahatchilari tomonidan tasodifiy ravishda tanlanadi. Xonimlar va janoblar, sizlarga murojaat bilan doktor William Kembelni taklif qilaman. Xayrli kech Zokir Naik, xayrli kech Sabur Ahmad va Muhammad Naik va tashkilotchilarga ham xayrli kech. Ushbu bahsga bu qadar katta ahamiyat berish biroz mubolag'a-yu, ammo yaxshi reklama bo'ldi. Yig'ilganlar sizlarga ham xayrli kech. Va shu bilan birga men Yahve yoki mashhur nomi Yegova hammamizni yaxshi ko'rguvchi buyuk qudratli Xudo nomidan salom yo'llayman. Gapni shundan boshlamoqchimanki, bu kecha biz Bibliya va Qur'ondagi so'zlar haqida gaplashamiz. Zamonaviy lingvistika olimlari bu so'zni gapiruvchi odam yoki omma uchun jumla yoki darak gap bo'lishini Qur'onga ko'ra Muhammadga tegishli deb aytadilar. Bibliyani eshitayotganlarga ko'ra esa Muso va Isoga tegishli deb aytadilar. Haqiqatda shunday ekanligini tekshirish uchun esa bizda Bibliya va Qur'ondan ishlatiladigan kontekstlar mavjud. Bundan tashqari ushbu asrlarga tegishli asar va qo'lyozmalar bor. Injil uchun eramizdan boshlab, Qur'on uchun hijratdan boshlab. Va agarda biz haqiqatni talab qilayotgan ekanmiz, u holda biz yangi qonuniyatlarni kashf qilmasligimiz kerak. Chunki haqni izlayotgan odam yolg'on ishlatmaydi. Men nimani nazarda tutyapman? Masalan, birinchi slaydga e'tiboringizni qarating. Demak, bu yerda uyimda turgan ikkita lug'at. Biri 1951-yilniki, ikkinchisi 1991-yilniki. Va bu lug'atlarning birinchisida jinsidan qat'iy nazar navqiron cho'chqani ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi lug'atdagi cho'chqa so'zi esa ham uy cho'chqasi, ham yovvoyi cho'chqaning go'shtini nazarda tutadi. Yoki bo'lmasa, o'sha cho'chqa so'zi insonga nisbatan ochko'z va qaysar ma'nolari sifatida ishlatilishi ham mumkin. Ya'ni, cho'chqa so'zi nima ma'noda kelganini bilishimiz uchun kontekstga qarashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda esa cho'yan tayyorlash uchun metallni cho'chqaga quydi desa ham bo'ladi. Ammo bu yerda umuman boshqa ma'no. Politsiyachini beradi. U shunchaki politsiyachini cho'chqaga qiyoslayapti. Yaxshi, gap shundaki, Tavrotda cho'chqani iste'mol qilish man etilgan. Men esa aytishim mumkin, bu yerda politsiyachi nazarda